Video holiga xush kelibsiz. Bugungi restoranimiz haqida, to'yxonamiz haqida qanday fikrdasiz? Biz mana shu kompaniya, mana shu Apelsin restoranini tanladik. Sababi birinchidan meni o'zimga ham yoqdi. Tashqi ko'rinishi, ichki ko'rinishi, dizayni juda chiroyli. Gap bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa ekranlar ko'pligi menga yoqdi. Boshqa to'yxonalarda, zallarda bunaqa imkoniyati yo'q. Apelsinga hozir kelib shu narsani bildimki, faqat to'y emas, mana bunaqa tadbirlarni ham o'tkazsa bo'lar ekan. Juda ham chiroyli. Servis sifatli. Hamma mazza qilib o'tirdi, o'ziga kerakli chiroyli taassurotlarni oldi. Hamma xursand. Zo'r, yaxshi. Zo'r bayram bo'ldi. Qanaqa bayram bo'ldi o'zi? Shu jekdi bayrami namoyishi. Juda ham yoqdi, juda ham hashamatli, chiroyli. O'tirgan vaqtingiz qanday bir akkuratniy, toza va hamma narsa o'z joyida.